Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Andijon mebellari Xurshidbek Mebelus kanali Andijondan sizlar uchun oshxona uголоklarini bugun obzorlarni qilishga kelganmiz. Iminda sizlar uchun xudo xolasa eng arzon yo'lida qilib, xudo xolasa sizlar uchun savdolashib hozir olamiz. Qaysi biri albatta yoqsa Andijondan usta, ismingiz nima edi? Oyatullo. Oyatullodan xudo xolasa sotib olasizlar. Oyatullo ukamiz eski ustalardan, xudo xolasa ishlari nihoyatda go'zal. Oyatullo buni razmerlarini ham katta qilib chiroyli qilib qo'yibsiz. Razmerlari katta bo'ldi, sonlari ham, ichlari keng bo'ldi. Ichlari polni. Laminat. Laminat buni. Nechiga nechi hozir bu? 2 metrga 3 metr. 2 metrga 3 metr. Xoni ham 1 metrga 2 metr. Vahshiy zo'r bo'libdi. Bir 10 ta odam sig'oradigan narsa bo'libdi. 4 ta tumbasi bor. Hozir dinani ham kengligi hozir abichnilardan katta, bir 52 sm chiqadi. 55. 55 mi? Qo'y. Pufiga nechta bo'ladi? Pufiga 4 ta bo'ladi aka. Stolini necha dedingiz? Stolimiz 1 metrga 2 metr. 1 metrga 2 metr. Nihoyatda go'zal. Balandligi ham bir 70 sm chiqar ekan-a? Balandligi 70 sm. 70 sm. Chunki hali ko'pchilik oshxonaga 75 bo'lsin deydi. 75 manaqasiga qimirlab qoladi deyman. 70 o'zi normalniy deymanda, shu chiqibdi. Nihoyatda go'zal bo'libdi. Oyog'i ham taglari nihoyatda bunaqasiga ushatibsiz. Nihoyatda chiroyli chiqibdi. Usta nech pul qilib beramiz buni? Buni aka siz obunachilaringizga optim narxda 3,5 millionga kelishtiring. Ozgina kelishtiring. Yo'l kira qiladi kimdir Samarqanddan, Buxorodan olaman deydi. Buni kami 500 ming so'mga olib borib beradi u yoqqa, eng kami. Aka siz obunachilaringizga hurmatingiz bor, shu dastavka qilib beramiz. Dastavkasi ichida. Ichida. 3 million 500 ming so'mga dastavkasi ichida boradi. Siz uchun aka. Bo'ldi, gap so'z yo'q. 3 metrga 2 metrli uгологimiz, oshxona uголоgi, arzon obunachilar 3,5 millionga dastavkalari bilan ichida bo'lyapti. Arzon obunachilar bitta narsaga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu ukalarimiz vodiyning ichida bo'lsa, buni olib borib o'rnattirib beradi. Lekin voha tomonlarga, misol Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro bo'ladimi, qayer bo'lishidan qat'iy nazar Isuzilardan jo'natib yuboradi. Arzon obunachilar bitta narsani to'g'ri tushunaylik, ustani ham hurmat qilaylik. O'zi bormaydi. Bitta 3,5 millionlik narsa uchun albatta bormaydi. Injiq obunachilarimiz ham borda, endi shuning uchun aytib qo'yamiz. Buni albatta upakovka qilib, zo'r qilib Isuzidan jo'natib oladi. Aziz obunachilar, qabul qilib o'zingizlar olib kirib joylab olasizlar. Buni hech qanaqa joyi, qiyin joyi yo'q. Bu o'zi tayyor holatda bo'ladi, upakovka qiladi buni, o'raydi. Mana stolni oyog'ini yechib qo'yishi mumkin. Shuni 4 tadan shurib ketadi, shuni qotirib qo'yasiz, bo'ldi. Endi atyorkada qotirsangiz bo'ladi, bo'sh bo'lib qoladi. Shurpovodda qotirasiz, bitta ustaga 50 ming so'm bersangiz qotirib beradi. Yoki bitta shurpovod topasiz, bo'ldi, qotirib qo'yasiz, moshni turaveradi. 3,5 million so'mga Samarqandgacha bo'lgan joyga xudo xolasa dastavka qilib beraman deyapti. Endi bular ranglari hozir o'zgaryapti. Ranglari o'zgaryapti, puli shunday bo'ladi. Puli shunday, mana shularingiz ham nihoyatda go'zal. Mana mosh rang desa bo'ladimi buni, nima deymiz? Neamishli rang, nihoyatda go'zal. Mana shu rangni men o'zim yaxshi ko'raman. Xo'p, bularimiz 3,5 milliondan bo'lyapti. Aziz obunachilar, Samarqandgacha bo'lgan dastavkasini qilib beraman deyapti. Endi ekonomikning arzonroq variantlari. Arzonlar endi mana mollari bor. 2 million 800 ming so'm. Bularni ham tumbasi. Ha. Tumbasi 4 tadan 4 ta bo'ladi tumbasi. Ichlari sandalli bo'ladi. 4 ta tumbasi bo'ladi. 2 million 800 demang, sak kelishtiring. Aka siz obunachilaringizga 2,5 milliondan qilib beramiz. Dastavkasi nima bo'ladi? Dastavkasini ham o'ylanib va'da beraylik, chunki hozir Samarqandga ham hozir kami 400 ming so'm oladi. Shunisini ham hisobga oling. Usta, men ham obunachilarning tomoniman, ham siz tomonman o'rtada xolis bo'lishimiz kerak. Siz uchun aka dastavka qilib beramiz, mayli. 2,5 millionga 2,5 million. dastavkasi Samarqandgacha bo'lyapti, aziz obunachilar. Toshkentga ham shu narx, vodiyning ichida ham shu narx. Endi qarang buni usta. Hozir razmerini obunachilarimizga aytib ketishimiz kerak. Bularimiz razmeri 1.60 ga 2,5 metr bo'ladi. 1.62. Xohlagan tarafiga tushaveradi, o'nchab tanlamaydi. Har xil rasvetkasi bor. Aziz obunachilar, to'ppa-to'g'ri aytyapti. Buni o'nchapi yo'q, chunki hamma tomonida qo'li yo'q buni, qo'l qo'yadigani yo'q. Endi qo'l qo'yadigan anaqa katta gastinniy uгологlarda bo'ladi, shunaqa o'nchapi bor bo'lib qoladi. Hamma rasvetkasi bor ekan. Aziz obunachilar, hozir 2,5 million so'mga dastavkasi ichida degani uchun men hozir savdo qilmayapman buni. Chunki Samarqandgacha bo'lgan yo'l kirani men o'zim ham yaxshi bilaman. Mehmonxona mebellari misol 700 mingga boradi. Hozir bunga ham eng kami 400 ming so'm berib, upakovka qilib kamiga usta chiqaz beradi.
to'rttadan pufik berasiz. To'rttadan pufik beramiz. Lekin buni sidenasini kengligi ham 50 chiqadi. Sidinasining kengligi 50, 50. paroloni 10 lik bo'ladi. Ha, Machaka. paralon onli, ichlari 100% Laminat bo'ladi. Aziz obunachilar, 100% laminat. Xudo xolasa sifat nihoyatda a'lo darajada. Bemalol odamni ko'tarar ekan. Bemalol. Endi buni ichiga odam chiqmaydi, idish tovoq qo'yadi. Endi idish tovoqda haqiqatda nimalari og'irligi bo'ladi. Aziz obunachilar, ichki karkaslariga keladigan bo'lsak, hozir bu mebellarimiz asosan MDF displeyda yig'ilyapti. Shuning uchun men bu to'g'risida savol bermayapman ustaga, chunki men o'zim ham shuni ichidaman. MDF displeydan yig'iladi. Zavodskoy paralon bosiladi. Mana bu mo'yshiy material. Buni yuvib tozalab, bemalol ishlatsangiz bo'ladigan. Faqat stolning razmeri necha aka? Stolning razmeri 75 ga 1.65. 75 ga 1.65. Buni ham balandligi 70 chiqadi. 70 chiqadi. Endi qarang, yana ham arzonroq variantlaringiz bormi? Mana ularni qarang go'zalligini usta. Endi arzonroq variantimiz. Mana uni ham to'xtang, mana shuni ham. Xo'p, arzon bo'lmasa ham mana shuni ham obunachilarimizga qarang, nihoyatda bir-biriga. Bularimiz razmeri 1.60 ga 270, katta razmer bo'ladi. Xonlari ham katta razmer bo'ladi. 80 ga 1.80 bo'ladi. 80 ga 1.80. Aziz obunachilar, balandligi 70 sm, 4 ta pufigini beradi. Ichi 100% laminat bo'lyapti. 4 bo'lak bo'ladi bular. Korpusi 4 ta bo'lyapti. Aziz obunachilar, shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Qarang, Samarqandgacha bo'lgan dastavkasi bilan nech pul aka? Bularimiz siz uchun aka 2 million 800 mingga dastavka qilib 2 beramiz. million 800 ming so'mga Samarqandgacha bo'lgan dastavkasini bo'yniga olyapti ukamiz, xudo xolasa. Buni ham rasvetkalari bor ekan, bir xil qilib bersa, bir xilli ham bor ekan. Mana ulari bor ekan. Remontimiz Buningiz ham nihoyatda go'zal chiqibdi. Buningiz ham, mana uningiz menga rosa yoqdi. Nihoyatda go'zal. Nihoyatda go'zal. Qoyil usta. Endi ekonom variantlaringiz qaysi endi? Sal misol meni pulim kamroq desam, mana ularingiz ham go'zal-da. Mana shular ham nech pul usta? Mashlarimiz ham sizni mana yon boshlab balli bo'ladi. Bari bor ekan, ha. Kitob o'qiganda, qahva ichganda, kofe ichganda. Mashlardan siz obunachilaringiz uchun aka, hurmatingiz bor. 2,5 milliondan qilib beraveramiz. Samarqandgacha bo'lgan dastavkasini ichiga olyapti. Pufilarni ham ko'rsatib beramiz. Katta bo'ladi. Stolini qo'yib beradi buni. Bitta chiroyli stol qo'yib beradi. Bundan ham ekonomik variantlaringiz desam, o'zi nihoyatda chiroyli aytyapsiz. Usta, mana ularingizni ham ko'rsataylik aziz obunachilarimizga. Mana shu narsalar, mana qo'llar ikki tomoniga qo'l qo'yadiganlar qo'yibsiz. Nihoyatda go'zal chiqibdi mana shularingiz. Bularimiz pufilari ikkita bo'ladi, katta bo'ladi. Katta ekan. Qoyilona. Razmeri nechi buni? Razmeri 1.80 ga 280 bo'ladi. Sidinani kengligicha? Sidinaning kengligi 60 bo'ladi. 60 likmi? Qoyil. Pampers prujinali bo'ladi. Vobshe qoyil. Nihoyatda go'zal. Aziz obunachilar, vobshe. Bu bizni gastinlik golov bilan bir xil bo'lib qoldi. Xudo xolasa, nihoyatda go'zal. Lekin ekonomik joyida nihoyatda 70 joyda egallaydi, bu 75 da egallab turadi. Aslida 70 joyda egallaydi. Razmeri nechi dedingiz? 280 ga 180. 280 ga 180, 4 ta korpusli ekan. Ikkita pufiga, stoli ham 70 ga 1,5 metrda atrofida. 1.60. 1.60. Mana unisi ham go'zal. Bunisi ham go'zal. Qarang, materiallari mana o'zimiz Gucci materiallardan qilibsiz. Qoyil lekin. Buni nech pul qilib beramiz, aka? Buni sizni obunachilaringizga shu yerdan biz 3,5 million, 3 million 800 mingga sotyapmiz. Aka, sizni obunachilaringizga 3,5 millionga dastavka qilib beramiz aka. Qarang, efirda nimamiz 3 million 800 ming so'm. Qarang, endi dastavkasi ichida bo'lib ketdi. Samarqandgacha nech pul qilib beramiz? Shu 3,5 millionga dastavka qilib beramiz. Sizni obunachilaringiz. Samarqandgacha bo'lgan. Samarqandgacha bo'lgan. Aziz obunachilar, Qashqadaryo, Surxondaryo xafa bo'lmasin, telefon qilaveradi, kelishtiradi. Misol, ozgina farqi bor, ozmoz raisda qiladi, kelishuv bo'laveradi. Toshkentgacha mana bemalol, xudo xolasa boradi. 3,5 million so'm mana shu holatda. Nihoyatda go'zal. Mana ranglaringiz ham go'zal. Mo'shi, xolasiz mo'shi, xolasiz bunaqa Gucci. Mana unisi mana Maybach materialimiz ekan. O'zimizni Maybachdan qilibdi mana. Nihoyatda go'zal bu. Yonidan ham ko'rsatib qo'ying, Bezotbek shuni. Kim uni bolishini olgan. Mana qarang buni ochilishlarini. Usta ozgina hijolat bo'laman, ichlarini qarang uka. Bezotbek nima deyapti uka? Go'zal. 3 tasi ochiladi buni. Yostiqchalari 5 ta ekan, a. 2 ta pufik bo'lyapti. Aziz obunachilar, shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. 3,5 million so'mga Samarqandgacha dastavkasi ichida bo'lyapti. Aytib o'tganimizdek, aziz obunachilar jo'natib beradi. Xudo xolasa
qabul qilib olasizlar. Buni olib kirib o'rnatib olasizlar. Usta bir komplekt narsaga hech qachon bormaydi. Chunki o'ziga yarasha ishi bor. Endi usta qarang. Bu videoyimizga endi arzon mebellarni qo'shmaymiz, arzon kuxunliklarni qo'shmaymiz, chunki sifatli zo'r narsalarni ko'rsatdik. Menimcha shu yetadi, xudo xolasa. Keyingi safar yana zo'r-zo'rlarini arzon narxda qilib berasiz. Sizga ham kattadan katta rahmat. Xudo xolasa Andijondan Xurshidbek Mebelus kanali bo'ldi. Ustaga ham obuna bo'lib qolasizlar akalar. Aziz obunachilar, sizlar uchun bo'ldi. Xudo xolasa albatta qo'llab-quvvatlab, like bosib tursanglar, bundan ham bomba efirlarni qilaveramiz. Uka, yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rishamiz. Hop.